Agar siz bu videoga kelgan bo'lsangiz, demak siz sivırtka bilan ishlashni boshlamoqchisiz yoki allaqachon boshlab, lekin natijadan qoniqmagansiz. Ko'p masterlar mendan so'rashadi, qaysi brendni tanlash kerak? Chunki har biri o'zini eng yaxshi deb ko'rsatadi. Lekin amalda barchasi bir xil ishlamaydi. Men 6 yildan beri turli holatdagi qoshlar bilan ishlaganman va ishlab kelyapman. Laminatsiyadan kelgan, tatuaj oldirilgandan kelgan, transplantatsiya, ya'ni prisadkadan kelgan va umuman o'sishdan to'xtagan siyrak qoshlar. Shuning uchun bu yerda reklama emas, amaliyot haqida gaplashamiz. Nega sivırtka ishlamaydi? Eng katta xato masterlar bitta mahsulot hammaga to'g'ri keladi deb o'ylaydi. Lekin qosh bu teri, follikula va o'sish fazasiga bog'liq sistema. Noto'g'ri tanlansa va bu bo'yicha yetarli bilim va tajriba bo'lmasa, siz mahsulotni ayblaysiz. Aslida esa qoshlarga diagnoz noto'g'ri qilingan bo'ladi. Shuning uchun bitta sivırtka bilan barcha holatni davolab bo'lmaydi. Qoshlar tarixini bilish, ya'ni mijozni to'g'ri konsultatsiya qilish bu eng to'g'ri, unumli birinchi ish hisoblanadi. Kids Brow sivırtkasi faqat qoshlar uchun mo'ljallangan. Masterlarga qo'yilgan talab bor, video darslik bor, uxlab qolgan follikulalardan yaxshi ishlaydi. Lekin agar struktura buzilgan bo'lsa yoki terida muammo bo'lsa, natija sekin bo'ladi. Ko'p masterlar shu yerda to'xtab qoladi va ishlamaydi deb o'ylaydi. Jemcho'shina kollagen, ya'ni marvaridli kollagen. Endi kollagen haqida. Bitta kollagen kiprik, qosh, soqol va yuzga mo'ljallangan. Kollagen teri bilan ishlaydi, namlantiradi va muhitni tayyorlaydi. Lekin u mustaqil o'sish bermaydi. U yordamchi bosqich hisoblanadi. Agar to'g'ri kombinatsiya qilinmasa, natija ko'rinmaydi. Menga maxsus tayyorlab beriladigan mening talablarimga binoan individual sivırtka. Yuqoridagi kollagen va kids sivırtka bu standart mahsulot yetarli emas. Masalan, tatuaj oldirilgandan keyingi ikkinchi bosqich jarayonida, ya'ni pigment chiqarilgandan keyin jonlantirish va quvvatlashtirish uchun, transplantatsiyadan kelgan tolalarning o'sishini aktivlashtirishda yoki qattiq shikastlangan qoshlarda bu yerda individual yondashuv kerak bo'ladi. Doimiy va to'planuvchi effekt, ya'ni individual sivırtkada buni barchasi bor. Bu yerda e'tibor bering, natijani mahsulot emas, to'g'ri tanlangan sxema bergan. Har bir holatda boshqa yo'l ishlatilgan. Shuning uchun men masterlar uchun alohida konsultatsiya qilyapman. Konsultatsiyada men sizga aniq qaysi holatda nimadan boshlash, qaysi brend sizga foydali va qayerda pul yo'qotmaslikni. Agar siz tasodifiy tanlanmaslikni istasangiz, menga yozing. Keyingi qadamni tushuntiraman.